Telefonda siz bilan gaplashdimmi? Ha, men bilan gaplashdingiz. Yuring, opa ichkarida gaplashish. Ha, yo'q, shoshmang. Bitta xotinni $5000 qarz bor edi menda. Hop. O'shani o'rniga mana shu tillalarni berdi. Shu puliga unaqa qiladimi? 5000 lik tillasi bormi bu yerda? 5000 lik. Hoy, yuring ichkarida narxlab beraman. Xudo xolasa yaxshi zo'r narx qilib beraman. 5000 dan oshadi. Men sizlarni yaxshi narxga berishadi deb eshitgandim-da. Zo'r qilib beramiz, opa, yuring. Probasi 585, taqilmagan, yaxshi holatda. Grammini ko'raylik-chi. 81 63 ekan. 1,60,000 dan hisoblab beraman. 86,527,000 bor. Dollarga o'gir beraymi? Dollarga o'gir. 12,001 edi. 7,151 bor to'g'ri. Normalniy summa chiqib ketadi-ku. Ham o'sha qimmat hisoblab beraman dedim-ku tashqarida. Men buni boshqa magazinga olib borganimda 4000 dan ziyodroq chiqdi-da, hisoblab berishdi. 4000 dan? Siz hozir gramni qanchadan olyapsiz shuni? 1,60,000 dan hisobladim men. Ha, siz yaxshi narx oldingiz. Aytganlaricha bor ekan. 5000 dan ko'p chiqadi dedim. Endi nima qilyapti puldan sani? Pul zarar hozir, pul bering menga. Rahmat. Xo'p, bo'ladi. Katta oshig'i bilan. Mana opa bu 80 million. Bu 6 million 600 ming so'm qilib beraman. Men mayda chuydasini 600 qora qoldim. 86 million 600 bor shunda. Rozimisiz? Roziman, ming marta barakallan bersin. Rozi bo'lsangiz Aytganlaricha bor ekansizlar. Rahmat sizga. Rahmat. Mayli, Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.